Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yilg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Tayvan tinchlikning kuch bilan qo'lga keladiganligini bildirdi. O'tgan hafta Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi egilik huquq talash tortishi krizi eng kuchli ifodalangan bir hafta bo'lib, Xitoy Tayvanni rasmiy muhosiraga elish xarakterlik harbiy manevr o'tkazdi. Tayvan rahbari bo'lsa Xitoyga aniq uchur yo'lladi. Xitoy egilik huquq da'vosi qilib kelayotgan Tayvanning atrofida o'tkazgan atalmish adolat vazifasi 2025 deb nom berilgan manevr Amerikaning Tayvanga 11 milliard dollardan ortiq rekord xarakterlik qurol-yarog' setib beradiganligini e'lon qilganligidan 11 kun keyin boshlangan edi. Tayvan prezidenti Lai Chang-da 2026-yillik yangi yillik tabrik so'zida Tayvanning kutib turishga va ichki jadal majrolarga sarf qiladigan vaqti yo'q dedi. U Xitoy tahdidining partiyalardan hal qilgan bir masala ekanligini ta'kidlab, biz nurg'un masalalarda o'xshamagan qarashda bo'lishimiz mumkin. Ammo kuchlik va mustahkam davlat mudofaasi bo'lmasa, na davlatdan, na munozara qiladigan simindan ig'iz ochqili bo'lmaydi. Bu barliq fuqarolar o'rtoqlashgan partiyalardan hal qilgan bir o'rtaq tunish bo'lishi kerak degan so'zlarni ishlatdi. Tayvan rahbari yana biz tinchlik g'oyalarini qo'g'dishimiz kerak albatta. Ammo xiyolg'imi berilib qolmasligimiz kerak dedi. U Beijingga aniq uchur yo'llab, tinchlik faqat kuch bilan qo'lga keladi. Tinchlikni faqat bir tinchlik kelishimi bilan yoki tajovuzchining shartlarini qabul qilish bilan qo'lga keltirgili bo'lmaydi dedi va Tayvanning yolg'iz emasligini, dunyoning o'zi bilan birga ekanligini ta'kidladi. Yaponiya Turkiyaning aeroplanlari bilan Xitoydan mudofaalanishni planlamoqda. Yaponiya yangi mudofaa sistemasini ishga kirishtirgan bo'lib, Turkiyadan setib oladigan 640 million dollarlik uchquchsiz aeroplan qo'shini bilan o'z qirg'oqlarini qo'g'dashni planlamoqda. Yaponiya Xitoyning kunsiri eshiyotgan harbiy harakatlari va Tayvan atrofida kuchayotgan jiddiy vaziyatga qarata qirg'oq mudofaasini kuchaytirish uchun yangi bir mudofaa sistemasini ishga solmoqda. Yaponiya mudofaa vazirati Shield ya'ni mosqadam aralashma bir gavdalashgan va kuchaytirilgan qirg'oq mudofaasi deb nom berilgan atrofliq turda odamsiz sistemalardan tashkil topgan ko'p qatlamli bir qirg'oq mudofaa liniyasi qurishni nishonlamoqda. Mudofaa vazirati e'lon qilgan planga asosan havo, quruqliq, dengiz va dengiz ostida vazifa o'taydigan odamsiz supalar bir gavdalashtirilib, 20 kilometrdan 30 kilometrgacha bo'lgan doirani qoplaydigan bir uchquchsiz aeroplan sepili barpo qilinadi ekan. Yangi sistema paraxodlardan suv osti paraxodlargacha quruqlikqa chiqish qismlaridan tortib o'zini qo'shib portlatadigan uchquchsiz aeroplanlargacha bo'lgan keng doiralik tahdidlarga qarshi mudofaa bilan ta'minlashni maqsad qiladi ekan. Xabarning tafsilotida ko'rsatilishicha, Yaponiya Turkiyaning Baykar va Turkiya Aviasiya sanoat shirkatlari bilan kelishim hosil qilgan. Bayraktar TB qisqa oraliqdagi uchish-qo'nish yo'li bor paraxodlarga mos keladigan bo'lg'achqa dengiz mudofaasida muhim rol o'ynaydi ekan. Turkiyadan elinadigan texnika faqat aeroplanlar bilan cheklanmasdan, yana dengiz usti odamsiz paraxodlari va qirg'oq mudofaa boshqariladigan bomba sistemalari bilan bir gavdalashtirildi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Shell sistemasi Xitoyning quruqlikqa chiqish paraxodlarini texi qirg'oqqa yaqinlashmayli to'sib qilishni maqsad qiladi ekan. Ya'ni birinchi qatlamda uzun masofalik razvedka aeroplanlari Xitoy paraxodlarini oldin bayqaydi ekan. İkinci qatlamda 20-30 kilometrlik masofada o'zini portlatadigan uchquchsiz aeroplanlar to'pa bilan hujumga o'tib, dushmanning radar va mudofaa sistemalarini palaj qiladi ekan. Uchinchi qatlamda sun'iy aql bilan boshqariladigan odamsiz dengiz osti uskunalari bu mudofaa sepilining eng oxirgi va eng puxta qismi bo'lib, dushmanning barliq to'salg'ularni besib o'tib, qirg'oqqa eng yaqin kelgan vaqtidagi suv osti va yaqin oraliq mudofaasini ko'rsatdi ekan. Agar Xitoy paraxodlari birinchi va ikkinchi qatlamdagi havo hujumlaridan qutulib qolsa, uchinchi qatlamdagi suv osti minalari va tez sur'atlik odamsiz paraxodlar ularni qirg'oqqa 5-10 kilometr qolganda yo'qotdi ekan. Yaponiya bu tur orqali o'zining janubiy tarafidagi orollarni singib kirgili bo'lmaydigan qo'rg'onga aylantirmoqchi ekan. Xabarda ta'kidlanishicha, Turkiyaning uchquchsiz aeroplanlarining Ukraina va Ozarbayjondagi muvaffaqiyatlari Yaponiyaning Turkiyani tanlashidagi eng chong sabab bo'lgan.
Xitoy taraf bu hamkorlikqa qarata uchinchi tarafning rayon xavfsizligiga aralashishi vaziyatni texmo jiddiylashtirdi deb chalva qilgan. Nyu-York shahar boshlig'i Qur'oni Karim bilan qasam berib vazifa boshladi. Nyu-York shahar boshlig'i Zuhron Mamdani Nyu-York shaharlik hukumatda o'tkazilgan marosimda Nyu-York shahrining 112-navbatlik shahar boshlig'i sifatida rasmiy qasam berib vazifa boshladi. Bunun bilan u Amerikadagi eng chong shaharni boshqargan tunji musulmon va Janubiy Osiyolik bo'lib qoldi. Mamdani vazifa boshlash qasamini Qur'oni Karim bilan qildi. Mamdani shaharlik hukumatga jam bo'lgan qo'llovchilarga, shahar mas'ullariga va oila a'zolariga shuningga va'da beramanki, agar siz Nyu-Yorklik bo'lsangiz, men sizning shahar boshlig'ingiz. Ko'z qarashlarimiz o'xshash bo'lsin yoki bo'lmasin, sizni qo'g'dayman. Siz bilan birga suyunaman, siz bilan birga qayg'uraman va hargizmi hatto bir sekundmi sizdan qochmayman dedi. Mamdani yana men bir demokratik sotsialist sifatida saylandim va demokratik sotsialist sifatida boshqaraman. Radikal deb atilib qilishdan qo'rqib, prinsiplarimdan voz kechmayman dedi va saylam va'dalari orasidagi umumyuzlik bolalar kutinishi va ijara haqqini to'g'natishni yana bir qatim ta'kidladi. Mamdani o'z ma'muriyatining hech qanday bir Nyu-Yorklikni eng asosli ehtiyojlardan mahrum qoldirmaydiganligini va shaharning boy tabiqasiga yoki parchalangan bir qurilmaga xizmat qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi. Mamdani Bayrijdagi falastinlik Nyu-Yorkliklar hamda umumyuzlik deb so'zlab qo'yib, ondan ularni buning sirtida qoldiradigan siyosat bilan shug'ullanishga majbur bo'lmaydi degan iboralarni ishlatdi. Parlament a'zolari Mamdanining g'alabasini zamonaviy Amerika tarixidagi eng chong siyosiy hayron qolarlik ish deb sifatladi hamda to'ralg'u uylarning bahosini muvofiq qilish, ommaviy qatnashni kengaytirish va haqsiz bolalar kutinishi bilan ta'minlash va'dalarining radikallik emas, balki to'g'ri va insoniy ishlar ekanligini bildirdi va uning utib chiqishining shahar uchun yangi bir davrni boshlaganligini eskartib, Mamdanini hammaylarning shahar boshlig'i deb atadi. 34 yoshlik Mamdani Nyu-Yorkning eng yosh va Afrikada tug'ilgan tunji shahar boshlig'i bo'lib qoldi. Uganda poytaxti Kampalada Hindistonlik ko'chman oilada dunyoga kelgan Mamdani 2018-yili Amerika fuqaroligiga o'tgan edi. I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.